Men qarab maraz. Tezda buningga yetib kel. Xo'jayin shu yerdalar. Azimovich, boshlaymizmi? Ha, hozir. Ishsiz qolib ketdim, xo'jayin. Kompaniyani obro'yini ko'taraman. Menga imkon bering. Bor. Zafar Azimovich, bilasizmi, shu jiyaningizni chivinga o'xshataman. Chivinga? Nimaga? Chunki chivinni sizni chaqqanini ham, qoningizni so'rganini ham uchib ketgandan keyin bilasiz. Bo'pti. Hozir boplaymiz. Strike! Zafar Azimovich, yutqizib qo'ydingiz-ku? Baxtiyor, mana sen bilan 10 yildan oshdi birga ishlaymiz. Kesh rasmiyatchilik yig'ishtiraylik-da. Og'ayni bo'lib sendan shu bir martaba narsa so'rasam. Bemalol. Mani qo'l ostingda shuncha xodim ishlaydi. Nechtasini kechirib yuborgansan xato qilganda. Nimaga endi kelib meni jiyanim kelganda kechirib bir imkoniyat bermayapsan? Zafar, kiyimi bor odamni yirtig'iga yamoq solsa bo'ladi. Umuman kiyimi yo'q odamni qayerga yamoq solasan? Jiyaning avval kiyinib olsin. Kiyim olsin deganing nimasi? Zafar, bu dunyoda vijdon, insof degan kiyimlar ham bor. Shuni nazarda tutyapman. Sening shu qonxo'r jiyaning kompaniyani 147 million pulni o'margan. 8 marta ham o'g'irlik qiladimi, Zafar? Insof bormi? Men bunaqa odamlar bilan umuman ishlamayman. Endi tushundingizmi, Zafar Azimovich? Yuring unda. Sizga omonat topshirilganda unga xiyonat qilmang.